Hammaga bugun sizlar bilan soxta link yaratish bo'yicha master klass o'tamiz. Bunda bizga Linux kerak bo'ladi. Linux bilan o'zimizga kerakli bo'lgan vazifalar bajarish orqali niyatimizni amalga oshiramiz. Ko'rib turibsizlar, Linux menda hozir VMware ochilgan, VirtualBox o'xshagan narsa. O'zimda global operatsion sistema sifatida urilmagan Linux shu orqali harakat qilamiz. Bizga root terminal kerak bo'ladi. Bizda settoolkit degan dastur bor. Endi shundan foydalangan holda amalga oshirishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, ochildi dastur. Bunda shunchaki o'qish orqali ham bilib olishingiz mumkin. Bu yerda hozir ko'rib turibsizlar, birinchida social engineering attaka, ya'ni ijtimoiy muhandislik. Mana shu yo'nalish bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun bir tanlaymiz. Qolganlarining ham o'zining vazifalari bor. Ular haqida keyinroq to'xtalib o'tamiz. Bu yerda har xil turdagi attakalar ko'rsatilgan, masalan, QR kod yoki PowerShell bo'yicha hujumlar yoki Arduino bo'yicha yoki shu MI'larga har xil zararli kodlar yoki fayllar yuborish orqali. Hozir bu yerda bizga imенно veb-sayt attaka vektori kerak bo'ladi, ya'ni imенно qandaydir veb-saytga nisbatan soxta link yaratish orqali ma'lumot o'g'irlashimiz kerak. Shuning uchun ikkini bosamiz. Bizda yana kategoriya ochildi, ko'rgan bo'lsalaring, tepada instruksiya berilgan. Bizga bu yerdan 3-chi ID raqamdagi metod kerak bo'ladi. Buni ma'nosi credential harvester, ya'ni ma'lumot o'g'irlab beradi biz uchun. Ichkarida kiritilgan har qanday ma'lumot yoki shu login parol bizga kelish uchun mana shu kategoriya kerak bo'ladi. Qolganlar haqida ham keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Xo'p, dastur ochildi. Bizga so'rayotgan narsa o'sha qaysi IP adresga ma'lumot uzatilishi kerakligi yoki o'sha qaysi IP adres ostida soxta sayt ochilishi kerakligi so'ralyapti. Bunda meni o'zimning IP adresim 192.168.83.134. Xohlasangiz boshqa IP adres urishlari mumkin. Bu holatda o'zlaringda masalan VLAN yoki shu besporodniy tarmoq ochilgan bo'lsa, uni IP adresi bo'lsa agar, o'sha orqali lokal tarmoqda hujum uyushtirishlari mumkin. Hozir bizda aynan etxnl, ya'ni mana shu IP adres mavjud, yagona. Shuning uchun shuni kiritib olaman. Endi so'rayotgan narsa link so'rayapti, ya'ni o'sha qandaydir saytga nisbatan, masalan Instagram bo'lishi mumkin yoki bir qandaydir boshqa dasturlar, masalan Facebook bo'lishi mumkin, Odnoklassnik bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash, yoki masalan O'zbekistondagi har qanday saytlar, kundalik.com, Xemis yoki shunga o'xshash dasturlar. Xo'p, masalan keling hozir biz live ko'rinishda bir saytni tekshiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu login page turibdi. Endi login so'ralyapti, parol so'ralyapti. Mana hozir biz xavfsizlik jihatidan ushbu sayt tanladik, chunki biz o'rgatayotgan har bir narsa ta'lim maqsadida o'rgatilyapti. Aynan birovni bir yomon yo'lga yo'naltirish maqsadida emas. Hop, bu yerda biz o'sha saytning linkini olamiz, to'liq, ya'ni shu login PHP, ya'ni login page'iga nisbatan ko'rilgan linkni olamiz va qo'yamiz kerakli. Hop, ko'rdilaring, ishga tushib ketdi sayt. Endi kutyapti jabrlanuvchi kirishini. Hozir bizda o'sha IP adresimiz, ishlovchi IP adresimiz shu IP mana 192.168.83.134 ga nisbatan ishlatgan edi. Mana shu IP adres orqali hozir soxta sayt ochilishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, soxta sayt ochildi. Birga bir ko'rgan bo'lsangiz, hech qanday o'zgarish yo'q bu yerda. Bitta farqi linkda, ammo linkda ham uzatish imkoniyatlari mavjud. Hop, e'tibor bering. Bu yerda
username bilan password so'ralyapti. Mana hozir shu yerga kiritgan ma'lumotimiz to'g'ridan-to'g'ri bizga keladi. O'sha nima desam bo'ladi, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotdan so'ng foydalanuvchiga noto'g'ri login parol error chiqadi va bu orqali uni tagidagi haqiqiy domen ochiladi, ya'ni haqiqiy login page ochiladi. Ko'rib turishingiz mumkin, login page'ga o'zgardi boyagi IP adresimiz. Bu yerda yutug'imiz shubhasizligi. Bir marta xato qildi, xato bo'lishi nisbatan katta ehtimol bilan bo'lishi mumkin, 80% ehtimol bilan xato bo'lishi mumkin. Masalan, to'g'ri yozgan narsadan xato bo'lishi mumkin ba'zi paytda. O'sha xatolikdan keyin haqiqiy server ochilyapti. Haqiqiy sayt ochilgandan keyin o'sha saytga to'g'ri ma'lumotlar kiritilgani oqibatida haqiqiy loginga kirib ketish ehtimoli bo'ladi. Bunda jabrlanuvchi hech narsani sezmay qoladi. Lekin bu orada biz birinchi urinishdagi login parolni o'g'irlaganimiz bizga yutuq beryapti. Ko'rishingiz mumkin, mana yerda username admin, password 1-2-3. Bu yerda hech qanday qiyinchiliksiz bu narsaga erishildi. Xo'p, boshqa saytlarga ham, masalan, O'zbekistonning har qanday saytiga yoki chet elning har qanday saytiga nisbatan ishlatsa bo'ladi bu dasturni. Lekin e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa, masalan, Facebookga yoki boshqa shu Facebookga o'xshash saytlarda shifrlash uslublari murakkablashtirilgan bo'ladi. Shuning hisobiga kiritilgan har qanday ma'lumot shifrlanadi. Masalan, biz login parol kirityapmiz. Masalan, admin pastga password 1-2-3. Biz o'sha yuborayotgan so'rovimiz serverga nima desam bo'ladi sizga, shifrlangan ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni odam tili o'qimaydigan tilda serverga jo'natiladi. Shuning hisobiga biz ma'lumot ola olmasligimiz mumkin. Lekin bu narsa hamma saytlar uchun tegishli emas bu. 80% saytlarda biz bemalol shu ma'lumotni o'g'irlashimiz mumkin. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, hozir biz lokal tarmoqda qildikmi deyishingiz mumkin. Ha, lokal tarmoqda qildik. Sababi hozir bizda server yo'q. Bu narsani onlayn qilish imkoniyatimiz ham mavjud. Masalan, ma'lum bir VPNlar yoki serverlar orqali, masalan, Linux serverlari bor, maxsus tayyorlangan, yoki Windows serverlari bor, yoki maxsus port yo'naltiruvchi nima desam bo'ladi, VPNlar bor. O'sha VPNlar orqali o'sha VPNga ulanib, o'sha VPN IP adresini bu yoqqa qo'ygan holda agar ishga tushirsak, o'sha VPN o'sha yuborilgan har qanday ma'lumot VPNga tushadi. Biz VPNga ulanganimiz hisobiga VPN bizga informatsiya beradi. Shuning orqali har qanday ma'lumotni o'g'irlashimiz mumkin. Xo'p, buguncha shu. Agar sizlarga har qanday yordam yoki ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz bor. O'sha Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga kirsalaring, yangi informatsiyalar bor. U yerda faqatgina shu soxta linklar yaratish emas, shu qurilmalarni boshqarish, saytlarga hujum qilish, databazalar o'g'irlash, shu signallarni soxtalashtirish yoki klonlashtirish, shunaqa mavzudagi yordam yoki shunga o'xshash videolar yoki fayllar joylab boriladi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.